Davr chog'i aylanib 21-asrga kelish harpisida dunyo ilm sohasidagilar bu asrning uchur va internet davri bo'ladiganligidan bishorat berishgan edi. Chorak asr o'tmay turibla insonlar buningga birdek qanoat hosil qilishdi. Musofalar qisqardi. Mag'ribdagi inson bir knopka orqali sadosini mashriqdagilarga yetkazа oladigan bo'ldi. Buningga ergishib kishilar orasidagi aloqa, ta'lim, tarbiya, da'vat ishlarida olamshumul o'zgarishlar yuz berdi. Bir uchur, bir fikr chaqmoq tezligida dunyoning har qaysi joylariga tarqab, kishilarning ideyasiga eng ta'sir ko'rsatadigan bo'ldi. Albatta buning o'nimini musulmonlardan bakrak kafirlar, mazlumlardan bakrak zolimlar ko'rishga boshladi. Markaziy Osiyoga joylashgan aziz Sharqi Turkiston diyorimu dunyoning bu taraqqiyotidan nasibisiz qolmadi. Afsuski, bu yerda butkul taraqqiyot, texnika va axborot bu aziz zaminni o'zining mangulik mustamlikasi qilib olish ko'yiga tushgan zolim Xitoy kommunistlarining manfaati uchun xizmat qildi. Mushundaq bir sharoitda mustaqillik sadoyimizni yangratib, Xitoy tajovuzchilarining zulmlarini pash qilish, mazlum Uyg'urlarning ahu faryodini dunyoga anglatish va zulmga qarshi to'g'ri ideviy fikr asosini yaratish uchun zamonimizning eng ilg'or, eng o'tkir quroli bo'lgan mediaga murojaat qildik. Istiqlol dal mushu davrning hozirgi vaziyat va ehtiyojimizning mahsuli edi. İstiqbalga nur chachar istiqlolning sadosi, istiqlolni yangratgan mustaqillik savdosi. Ming yillik shalliq islom tarixi bo'lsa-mu, lekin keyingi necha yuz yilda jaholat, nodonlik va xurofotlik patqiqiga petib ketgan, zolim tajovuzchi kafirlarning zulmini yetkichi tortgan, jumladan aziz vatanimiz Sharqi Turkiston Xitoy kommunistlarining ishg'oliga tushib qolgan 60 necha yildan buyon sistemalik elib berilgan dinsizlashtirish, mingi yuyish, aqidasini burmalash va assimilyatsiya qilish siyosatlarining qurboni bo'lib kelgan xalqimizga islom dinini sab manbalardan to'g'ri manhaj asosida yetkazish, ularni sog'lom aqidaga ega qilish, ibodat, axloq va muomilalarini Peygamberimizin sünnetiga loyiqlashtirish, vatanimiz Sharqi Turkistonning islomiy ozodligi yo'lidagi kurashda Allohning kitobi va rasulining sunnatiga uyg'un bo'lgan ideya, fikr urug'i chechish va uni bixlandirish, Xitoy kommunist tajovuzchilarining xalqimizga qilayotgan zulm sitamlarini bostirish va cheklimalarini, yurtimizda elib berayotgan bulang talanglarini, millatimizning dini, jini, izzat, hurmati, aqli va mol mulkiga selayotgan dafsandachiliklari va jinoyatlarini Türk va islom olimi boshchiligida butkul insoniyat dunyosiga pash qilish, o'z millati, diniy qarindoshlarining ahu faryodiga quloq solmasdan yovlarning chopinida tarlayotgan, sut uyqusida uxlayotgan va dunyo yaltiroqlariga mast bo'lib yurganlarga o'z vazifa, mas'uliyatlarini asiltish, zolimlarning tajovuziga, ishg'oliga, zulmiga qarshi hurlik, mustaqillik irodamizni ifodalash, Sharqi Turkiston va dunyo vaziyatidan, Xitoy va xalqaro siyosiy sahnadagi o'zgarishlardan xalqimizni xabardor qilish va ilmiy, atrofli tushunchaga ega qilish. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning faoliyat ahvollarini xalqimizga yetkazish. Shundaqli ularning ma'naviy ehtiyojini qondirish, qisqasi dunyoda Sharqi Turkiston xalqining mustaqil axborot organi bo'lish, Uyg'ur musulmonlarining qalb sadosi bo'lishdek izgu tilak va g'oyi maqsadlar bilan 2008-yili bu yo'lga qadam qo'ydik. O'zimizga aziz vatanimizning mustaqilligi tamsil qilingan istiqlol nomini berdik. Dastlabda Istiqlol radiosi va Istiqlol xabarlari to'rini ta'sis qilib, faqat birli ishxona
va bir kompyuter bilan xizmatimizni boshladik. Dunyoda manziliga yetishning tubtuz yo'li bo'lmaganidek, bizmi g'oya maqsadlarimizni amalga oshirish, xalqimizga qatirchilik bo'lsa-mu naf yetkazish yo'lida nurg'un imtihonlarga, qiyinchilik va sinoqlarga duch keldik. Ajr mehnatimiz oz to'la bo'lsa-mu xalqqa yarab, tabriklar, olqishlar kelishga boshladi. Yo'limizga tosh tikan qo'ygan, bizni bu manzilimizdan to'smoqchi bo'lganlarmi yo'q emas edi. Shundaqdimi Allohning inoyati, ondan xalqimizning madad berishi bilan yo'limizni davomlashtirdik. 2011-yili 11-oyning 12-kuni, ya'ni o'tgan asrdagi 2 qatimliq Sharqi Turkiston Jumhuriyatimiz qurilgan xotir kunida Istiqlol To'r televiziyasining rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi. 2014-yilga kelganda Istiqlol Uyg'ur media nomida rasmiy anga elindi va mustaqil bir axborot organiga aylandi. Normal bir televiziyada bo'lishga tegishlik barliq moddiy imkonlar va bo'limlar to'liq bo'lgan xizmat zalimiz bor bo'ldi. Ko'p kishilik suhbat va telefon suhbati elib berishga tamoman mos keladigan bir studio saloni, ovoz elish uyi, grafik loyihalash ishxonasi, montaj ishxonasi va xabar ishxonasi ta'sis qilindi. Bugungi kunga kelganda Istiqlol televiziyasini asos qilgan holda Istiqlol xabar to'ri va Istiqlol radiosidan iborat 3 mustaqil to'r betimiz bor bo'ldi. Istiqlol televiziyasida Sharqi Turkiston kun tartibi, xabarlar programmasi, islom va hayot, savol-javob programmasi, uchuq suhbatlar, hujjatli filmlar, haftalik suhbat, oylik suhbat, universal programmalar, ijtimoiy faoliyatlar, farzandlarimiz uchun o'smirlar dunyosi va qarindoshlik uchrashishidan iborat 12 kategoriyada programmalar ishlanmoqda. Shundaqla turkcha, arabcha va inglizcha programmalar uchunmi maxsus kategoriyalar ajratildi. Istiqlol xabar to'rida Sharqi Turkiston xabarlari, islom dunyosi xabarlari, xalqaro xabarlar, islom dini, mashhur shaxslar, ilmiy maqolalar, da'vat va tarbiya, tahlil va mulohiza, oila va turmush, fan texnika, termilar va albom qatorliq kategoriyalar ta'sis qilingan. Istiqlol radiosida bo'lsa, asosliqi televiziyamizda berilgan programmalar ovozli shaklda e'lon qilinmoqda. Televiziyamiz kichiklikdan zo'rayishga, kasb jihatdan mukammallashishga, mazmun jihatdan mo'llashishga, bir tashkilotning tashviqot bo'limi bo'lishdan halqib, butkul Sharqi Turkistonliklarning tashviqot markazi va axborot organi bo'lishga qarab yuzlandi. Istiqlol To'r televiziyasining ziyoratchilari Amerika, Yevropa, O'rta Sharq, O'rta Osiyo va Yaponiyagacha tarqaldi. Televiziya programmalariga bevosita yoki telefon orqali qatnashadigan kishilar Turkiyadagi tashkilot rahbarlaridan Amerika va Yevropadagi tashkilot rahbarlarigacha, ziyolilardan diniy olimlargacha, o'smirlardan akademik tadqiqotchilargacha, Uyg'ur faoliyatchilaridan turk siyosiyonlar, partiya va davlat rahbarlarigacha kengaydi. Har qaysi davlatlardagi Sharqi Turkiston tashkilotlarining rahbarlari, tadqiqotchilar tomonidan Istiqlol televiziyasining tarqatilib atgan programmalari yuqori baholarga erishdi. Istiqlol televiziyasi bugungidek tez suratlik uchur davrida diniy, milliy ma'naviyatimizga foydali bo'lgan da'vat va tashviqot sohasidagi programma xabarlarini tarqatib kelayotgan bo'lib, bu jarayonda Sharqi Turkistonda va dunyoda yuz bergan nurg'unlagan muhim voqea hodisalarga, shundaqli yangi o'zgarishlarga shohid bo'ldi. Bugungi uchur davrida tashviqot vositalari va organlari hayotimizning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Demak, tashviqot organlari har qaysi davlat, idora, jamiyat va shaxslarga nisbatan sal qarashga bo'lmaydigan ahamiyatli bir sohadir. Biz da'vat va tashviqot sohasida qimmatga ega bo'lgan foydali programmalarni ishlab, kishilarning foydalanishiga sunishning bir majburiyat ekanligini tushunib yetganligimiz uchun da'vat va tashviqot xizmatini davom qilib kelyapmiz. Bugungi kunda tashviqot vositalari hayotimizni va zihnimizni keng turda egallab ishg'ol qilmoqda. Masalalar media tashviqot tarafidan kun tartibga kelmoqda va boshni qaydirgudek bir sur'atda tez o'zgarmoqda. Idora organlar, tashkilotlar va shaxslar
o'zlarining to'g'ri deb qaragan ideya fikrlarini kishilarga qabul qildirish uchun ko'pincha vaqtda media tashviqot vositalari orqali bo'lib o'tganni emas, balki bo'lmoqchi bo'lganini yasab chiqib, xalq ommasiga tarqatmoqda. Texmo ko'p foydaga erishish uchun media tashviqotni vosita qilgan bo'ron chapqunliq uchur dunyosida Istiqlol televiziyasi xalqimizga to'g'ri bo'lgan haqiqiy foydali uchurlarni yetkazish uchun diniy va milliy qimmat qarashlarimizga nisbatan xalqimizni noto'g'ri bo'lgan axlat xabarlardan qo'g'dash, Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharqi Turkistonda yurgizayotgan qirg'in va assimilyatsiya siyosatlarini fosh qilish va har turli xavflarga qarshi xalqimizni ogohlantirish uchun insonparvarlik va musulmonlik majburiyat tuyg'usi ichida o'z majburiyatini ado qilib kelyotidi. Buning uchun hech qanday moddiy manfaat ko'zlamasdan da'vat va tashviqot jihatdagi xizmatini joriy qildirib kelmoqda. Buningdan keyinmi ko'rurmanlarimizga texmo yaxshi, texmo sifatlik va mo'l mazmunliq bo'lgan programmalarni taqdim qilish uchun tirishchanligimiz izchil davom qiladi. Bu munosabat bilan bizlarga moddiy va ma'naviy yordamda bo'lgan, bizni qo'llab-quvvatlagan do'stlarimizga, shundaqla hurmatli ko'rurmanlarimizga hamda fidokorlik bilan xizmat qilayotgan butkul sabdoshlarga bu sohada bizlardan hech bir yordamlarni ayamagan, har vaqt yenimizda bo'lgan qarindoshlarimizga tashakkurlarimizni bildiramiz. Istiqlol televiziyasi Uyg'ur media guruhi